Ertalabda keldim, уже ekskavator yurmayapti. Bu zajganiyamiz simi chiqib ketib ketagidan. Yana buni to'lashga harakat qilamiz, boshqa ilojimiz yo'q. Hop, to'lash uchun hozir razbirayt qilamiz hammasini. Chunki bizda elektrigimiz yo'q ekan. Bir narsaga to'lab ishlashimiz kerak. Hop. Vay. Endi şey yaptı. Oo, mana prichinasi ham topildi. Mashsin bo'shab ketganiga yurmayapti shekilli. Az ko'ramiz. Oba. Bo'ldi. Aybini topdik. Shu yerdagi gayga boltni bo'shab ketdi. Shuni qatirib qo'ysak, xudo xolasa, ishimiz 5. Bu obyektda boltga gayga topolmadim, endi sim bilan baylab o'xshatamiz. Boshqa ilojimiz yo'q hozir. Короче, boshqa решение topdim bu yerda. Mana yerda запасной bor ekan. Bolt edi. Bekor turgani. Shuni chiqarib, bunga qo'yib qo'yamiz. Zo'r variant. Baribir bekor turib ekan bu. Savoqasi ichiga tushib ketadi dedim. Ni. Oba. Xudo xolasa yurgizdik. Endi teramiz buni. Bunda olib qaraganda qiyin ish emas, просто bu razborga qilgani sal miyani qisish kerak. Yaxshi hamki yonida xaritamga qarshi instrumentlar olib yuraman. Na всякий случай deb. Ha, bo'ldi. Bosh qizmasiz? Ha, o'zim razbrat qildim aka. Ha, chiqib ketgan ekan. Короче, bolti bo'shab ketgan ekan. Simi ajab ketgan ekan. Ishni boshlaymiz endi.